1718-yil laboratoriya tomonidan yaratilgan haqiqiy kiborg Alfa haqida. Insonni hayotga kelishi odatda umidni anglatadi, ammo 1718-yil laboratoriya olimlari sun'iy hayotni yaratishdi. Bu hayotni yaratishda olimlar yaxshilikni emas, balki faqat yovuz fikrlar va qotillikka chanqoqlik bilan harakat qilishdi. Va hayot tushunchasini bu tahqirlanishi Alfa ismli haqiqiy kiborgda shakllandi. Bundan 50 yil muqaddam buyuk olim Dr. Beker butun irqni yaxshilash uchun insoniyatni ko'paytirish orzulari bilan bir orolga bordi va u yerda 1718-sonli laboratoriyaga asos soldi. Uning maqsadi insoniyatni gullab yashashini ta'minlash edi, ammo uning laboratoriyasiga bir necha aqldan ozgan olimlar qo'shilgandan so'ng ishlar nazoratdan chiqib ketdi. Natijada uning hamkasbi professor Gard undan laboratoriya nazoratini tortib oldi va ikki olim o'rtasida tushunmovchiliklar kela boshladi. Bu orada Octavius ismli olim laboratoriyaga kelib qo'shildi. U insoniy va biologik tajribalar bilan band bo'lgan, boshqalardan farqli o'laroq u oliy maqsadlarni ko'zlagan edi. Octavius alfa va beta loyihasini taklif qildi, ammo katta hamkasblari bunday g'oyalarga qiziqmadi va Octaviusning loyihalari bir ovozda qabul qilinmadi. Biroq u kerakli daqiqani sabr bilan kutishda davom etdi. Oradan bir qancha vaqt o'tgach, sun'iy odam Saber olimlar qiynoqlariga chidolmay nazoratdan chiqib ketdi va u laboratoriyadan qochishga muvaffaq bo'ldi. U qochish vaqtida laboratoriyaga katta shikast yetkazdi. Bu shikast Octaviusning bir qancha ixtirolariga va uning uskunalariga ta'sir o'tkazdi. Laboratoriyada katta yong'in bo'ldi va u yerda hali ishlab chiqarilayotgan beta butunlay yonib ketdi. Faqatgina alfa butunligicha qoldi. Deyarli barcha yillar davomida Octaviusning mashaqqat bilan yetgan mehnatlari endi olovda yondi. Buni ko'rib doktor Octavius shunchalik qattiq kuldiki, hamma uni aqldan ozdi deb o'yladi. Lekin u bilardi, uning yorqin kelajagi hali oldinda edi. Reja barbod bo'ldi. Barcha umidlar yo'qolgach, professor Gard qattiq tanqid qildi va diqqat markazida bo'lishni to'xtatdi. Ayni shu daqiqada Octavius uzoq kutilgan imkoniyatga ko'rdi va o'z taklifini ilgari surdi. Aqlli kiborglar faqat xiyonat qilishlari mumkin, ammo noldan yaratilgan odam har doim laboratoriyaga sodiq bo'ladi. Shunday qilib 1718-laboratoriyaning faol moliyalashtirish va texnik yordam tufayli Alfa yaratildi. Tashqi tomondan u og'ir zirhli ritsarga o'xshardi. U o'z yaratuvchisining har qanday buyruqlarini bajarardi. Alfa laboratoriyaga sodiq edi. Bundan tashqari u kuchli tizimlar va qurollar sohasida olimlar tomonidan yaratilgan boshqa robot mavjudotlardan ancha ustun bo'lgan eng so'nggi texnologiyalarga ega edi. U nomi va mohiyati bo'yicha haqiqiy alfa edi. Ajoyib mexanik jangchi. Uning kuchli tanasi bor edi. Tashqi ko'rinishi katta odamga o'xshardi, lekin ayni paytda u butunlay yangi tug'ilgan mavjudot edi. Alfa butunlay Octaviusning ixtiyorida edi. Uning birinchi vazifasi Xoin Saberni yo'q qilish edi. Alfa o'zi bilan o'zgartirilgan betani olib oldi. Shunday qilib ular Saberni qidirishga kirishdi. Ammo Alfada ham xuddi Saber kabi uning o'z ongi rivojlanishni boshladi. Alfa Saber ularga xiyonat qilgan kunni kechagidek aniq esladi. Alfa betaga shunchalar qattiq bog'liq ediki, ular xuddi birodarlardek edi. O'sha dahshatli kunda Saber laboratoriyaga kiradi va betani yo'q qiladi. Alfa betaning dahshatli og'riqini o'zida his qiladi. Garchi ular hali bir-birini, hatto ismlarini ham bilmas edi. Inson nuqtai nazaridan bu tuyg'u nafrat so'zi deb atalishi mumkin. Alfa va beta o'rtasidagi ruhiy bog'liqlik juda kuchli edi. Go'yo ular bir mavjudotdek edi. Bu aloqa odamlar o'rtasida mavjud bo'lgan qon aloqasiga qaraganda ancha yaqinroq edi. Ular shunchaki bir partiyada yaratilgan mashinalar emas. Ular birgalikda hayotga ega bo'lgan haqiqiy birodarlar edi. Ammo Saber ukasi betani Alfadan tortib oldi. Qorong'u kecha, bo'ron ko'tarildi. Xuddi Saber qochib ketgan tunga o'xshar va Alfa xoinni topdi. Ular birinchi marta jang qilishdi. Alfa birinchi zarbadayoq jiddiy zarar ko'rdi va Saber oxirgi zarbani berishga tayyor edi. Va shu payt ular orasida beta paydo bo'ldi. Saber to'satdan qilichini qo'ydi. U Alfa va betaga qaradi. Ikkalasining ahvoli yomon edi. Bir paytlar ularni laboratoriya olimlari tomonidan boshqariladigan qo'qirchoq deb o'ylagan edi. Endi ularning go'shti va mexanik skeleti ostida ulkan salohiyatni ko'rdi. Saber alfa va betaga qarab, bunday jonsiz metallar meni hech qachon jangda mag'lub eta olmaydi dedi. Saber yomg'irli zulmatda g'oyib bo'ldi va Alfaning boshida savol tug'ildi. Jon nima? Alfa qasos olish fikridan voz kechmadi.
U Saber aytgan bu jon kuchliroq bo'lishda ekanligiga amin edi. Nihoyat bo'ron tinchigach, Alfa dovdirab turdi va ular Beta bilan birgalikda o'yladi. Ruh bu kuch. Men o'z jonimni topishim kerak.